Assalomu hurmatli obunachilar, mana go'ja haqida yana video qilib boshladik. Go'jimizda nomi o'zgaryapti. Chunki yagida go'ja deb sotishimga taqiq qo'yilyapti. O'sha uchun nomini o'zgartirishga majburman. Mana yagida go'ja deb iste'mol qilib yurganlar, ekadiganlar, iltimos sizlar ham nomini yagida go'ja emas, go'jet.com deb atab boshlaveringizlar. Chunki agar yagida go'ja degan bo'lsam, deb sotadigan bo'lsam, unga taqiq ma ishtirofi ham to'g'ri kelgan. Ishtirofi ham bor deyapti. O'sha uchun yagida go'ja degan so'zni unutamizdaginak go'jet.com deb atab boshlaymiz. Chunki mana videoni boshlanishiga ham qo'ydim nomini. Keyin videoni oxirida ham o'sha nomni ko'rsatib o'tyapman. O'sha uchun qarab o'rganib o'zingiz moslashtirib boringizlar. go'jet.com deb. Chunki go'jaga sotishga taqiq qo'yilyapti, sotmaysan degan maqsadda. Chunki xalq buni go'ja deb ham ko'p tanimaydi. O'zbekchaga oti o'zi yo'q hamda, shuni bugundan boshlab qaror qildik. Patentga ham o'sha go'jet.com degan nomni topshiryapmiz. go'jet.com deb nom qo'yib oladigan bo'lsak, patentlaydigan bo'lsak, hech kim bezovta qilolmaydi. Bugun shuni patentini topshirdim. Endi chiqami yo'qmi, vaqt ko'rsatadi buni. Uni ham kimdir taqiq qo'yib qo'ymasa, mana kelajakda bu yagida go'ja deganni unutib, go'jet.com deb nom beramiz nasib bo'lsa. Beva shu turish bo'laveradi, faqat nomi o'zgaradi. Tarkibi ham shu turish bo'ladi. Go'ja deyilgan. Go'jini tarkibidagi ma'nolar bo'ladi, faqat nomi o'zgaryapti. Chunki nomiga taqiq qo'yilyapti. O'sha uchun majburmiz. Mana yangi obunachilarimizga aytamiz, ularga farq qilmaydi, go'jimi, go'jet.commi farq qilmaydi ularga. Ularga qaysi aytsa shunisi ma'qul tushib ketaveradi. Mana eskidan kuzatib kelayotganlarga murojaatimiz, endi yagida go'ja emas, go'jet.com deb atab ketaveramiz nasib bo'lsa. Men ham bu yagida go'ja deganiga men unga qarshi bora olmayman, chunki ishtirofi baquvvat juda. Agar yog' sotaman deyotgan bo'lsam, u patent egasi menga 375 milliongacha ishtirof bosishi mumkin. O'sha uchun ehtiyot bo'lingizlar. Sizlar ham nomida ko'p adashtirmangizlar. Bu nima deganda go'jet.com deb atab ketaveringizlar. Shunisi ma'qul bizga. Agar patent o'zimda bo'ladigan bo'lsa, kelajakda men baribir meni klientlarim bo'lsa, men sizlarga yordam qilib bilaman. U nagli ishtirof qildirmayman. Agar yagida go'ja degan bo'lsak, ishtirofi bor mana. O'sha tomonlarga e'tibor bo'lingizlar. Bu ishtirofi bor qanday? Bu uyingizga 2-3 ta ekib o'zingiz foydalanishingizga hech kim bunga ishtirof qila olmaydi, haqqi ham yo'q qilishga. Endi katta maydonlarga ekaman degan bo'lsangizlar, yagida go'ja deb rivojlantirib bo'lmaydi uni. Yoki bozorga yagida go'ja deb sotib bo'lmaydi. Faqat go'jet.com deb nomi o'zgaradi. O'sha tomoniga e'tiborli bo'lingizlar. Qolgani hammasi yaxshi bo'ladi nasib bo'lsa. Bu go'jani nomi o'zgargani bilan tarkibi o'zgarmasin. Xudo barakasini bersin har bir inson, ikki insonlarga. Shifo baxshligi oliy darajada bo'lsin. Hammasi yaxshi bo'ladi. Bu uchun sizlar o'ylanib ham endi nima bo'ldi deb xafa ham bo'layotmangizlar. Hammasini yo'lga qo'yamiz nasib bo'lsa. Hech kim boshqa tomondan taqiq qo'ya olmaydi bizga. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'sha uchun birozgina nomini shularga o'xshashroq qilib nom qo'yib oldik. Hammasi yaxshi bo'ladi nasib bo'lsa. Xudo barakasini bersin, hosili ko'p bo'lsin. Iste'mol qilib yuringizlar. Sizga xonadonga hech kim daxli yo'q. To'g'ri mana sotuvchilarga daxl qiladi keyin erta sotaman desa. O'sha uchun ehtiyot bo'lingizlar, sotaman deganlar. Bu go'jet.com degani ham yomon so'z emas. Bir jarangdor olib chiqyapti. go'jet.com. Oxirida o'zim nomni ham sal qo'shib yubordim. Juda ham begonalashib ketmasin, eslab qolsin xalq.
nomim tarixda ham qolib ketishi mumkin. Gojetta.com bo'lib. Patent degan narsa bir dokumentda u. U patentga qarshi borib bo'lmaydi. O'sha uchun Gojidan voz kechamiz. Gojetta.com deb bu yerga ishlab ketaveramiz nasib bo'lsa. Mana shu brendini qo'ydim, o'sha brendni topshirdim men patentga. O'sha brend asosida ishlab ketaveramiz. Shunaqa, boshqa tomondan ziyon yetmaydi bizga. Nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, ishlaringizga omad, sog' bo'lingizlar. Kommentarlarda yozib, so'rab, surishtirib boringizlar. Mana qalamchasidan, niholdan ekadiganlar so'rab, surishtirib, rivojlantirib ketaveringizlar. Buni ekkandan keyin rivojlantirish kerak, shunchaki daraxt bo'lib turmas kerak. Bundan to'liq foydalanish kerak. Buni barigidan ham foydalansa bo'ladi, bariga ham shifobaxsh. Mevasini huylidan ham, qurug'idan ham. Faqat qo'ng'iroq qilib maslahatlashib foydalanib ketaveringizlar. Mana ke pishgan mevalarga qarang, juda bir ko'zni qamashtiradi bir hosildorligi. Mana ke nomini sizlarga yana ham takroran ko'rsatib o'tib ketaman. Gojetta.com